Hammamizga ma'lumki, o'tgan oydan suvni narxi bir kubasi uchun 3,5 ming so'm bo'ladi Toshkent shahrida. Men hozirlarga suv idorasiga bormasdan qo'lingizdagi telefonning o'zida suvga pokazaniya berishi, qancha suv ishlatganingizni ko'rishni o'rgatmoqchiman. Demak, Telegramga kirganingizdan keyin poiskga UzWater deb yozasiz. Mana UzWater bot chiqdi. Bot chiqqandan keyin bosganingizdan keyin suv o'lchagich ko'rsatkichini yuborish. Suv hisoblagich ma'lumotlari. Birinchi bo'lib siz kirganingizda suv hisoblagich ma'lumotlarini bosib, o'zingiz dandilaringizni kirgizasiz. Men o'sha dandilarimni kirgizib bo'lganim uchun hozir sizlarga qanaqa pokazaniya berishni o'rgataman. Demak, kirganimizdan keyin suv o'lchagich ko'rsatkichini yuborish. Birinchisini bosamiz. Bosganimizdan keyin bizning pokazaniyamiz 26 misol 78 ketdi. Bosdik. Bosganimizdan keyin hozir boshqatdan yuboramiz. Abonent kartasi. Mana polniy daniylar chiqib kelyapti. Xizmatlari bossak, mana bu narsa chiqdi. Mana suv o'lchagich ko'rsatkichini yuborishni bosamiz endi. Bosganimizdan keyin mana oldingi yuborilgan ko'rsatkichlar chiqyapti. 26.68 oxiri yuborilgan ekan. Endi hozir bizada 26.78 ketdi. 26.78 bosdik. Bosganimizdan keyin ko'rsatkich to'g'riligini tasdiqlaysizmi deyapti. Ha deymiz. Da. Mana muvaffaqiyatli qo'shildi deyapti. Yo'q, qo'shilgandan keyin PayMe'ga kirganingizdan keyin sizlarda to'lov chiqib keladi. Mana bu yerda hamma narsani ko'rsanglar bo'ladi. To'lov haqida ma'lumot, oxiri qachon to'laganingiz. Mana men to'laganim 48 ming oxiri 10-mayda to'lagan ekanman. 26-fevralda 45 ming. 14-dekabrda 650 ming to'lagan ekanman. Mana shunaqa qilib foydalansanglar bo'ladi. Ham vaqtinglarni tejaysizlar, ham asabiylar ketmaydi shuncha o'chirib kutib. Video foydali bo'lgan bo'lsa, eng qadrli tanishinglarga yuborib qo'yinglar. Salomat bo'linglar.